Atak götürürler, okey değil abi. Hamma mana nevaralar, qo'shnilar hamma kelsin. Aziz va muhtaram Hamrayev Shohimardon ota, sizdek mo'tabar faxrimizni xotira va qadrlash kuni hamda Ikkinchi jahon urushida erishilgan buyuk g'alabaning 80 yilligi bilan chin qalbimdan samimiy tabriklab, yuksak hurmat, ehtiromim va ezgu tilaklarimni izhor etishdan baxtiyorman. Vatan ozodligi yo'lida mardona jang qilib, insoniyatni fashizm balosidan asrab qolishga munosib hissa qo'shgan, o'z siymosida bir asrlik tarixni mujassam etgan ulug' inson sifatida siz hamisha xalqimiz, davlatimizning mehru ardog'idasiz. Xalqimiz siz bilan haqli ravishda faxrlanadi. Sizning urushdan keyingi og'ir tiklanish yillaridagi fidoyi mehnatingiz, mazmunli hayot yo'lingiz ham el yurtimiz, ayniqsa yoshlarimiz uchun chinakam ibrat maktabidir. Mana shunday tabarruk yoshda ham oltinga teng duolaringiz, maslahatlaringiz bilan yangi O'zbekistonni barpo etishga katta hissa qo'shib kelayotganingiz uchun sizga ko'p millatli xalqimiz nomidan, o'z nomidan chuqur minnatdorlik bildiraman. Biz uchun mardlik va qahramonlik timsoli bo'lgan, hayotimizga alohida fayz bag'ishlab kelayotgan siz kabi aziz va mo'tabar faxriylarimizni e'zozlab, e'tibor va g'amxo'rlik ko'rsatish bundan buyon ham doimo muqaddas bo'lib qoladi. Shunday ulug' ayyom kunlarida sizga mustahkam sog'lik, kuch-quvvat, xonadoningizga tinchlik, fayz va baraka tilayman. Chuqur hurmat, ehtirom bilan Shavkat Mirziyoyev, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti.